Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun Xudo xolasa 13-aprel 2025-yil. Bugun JFK aeroportidan Nyu-Yorkdan Soyibjon akamiz Andijondan green card etgan keladilar. Shunga men hozir Mo'ykaga keldim. Mashinani Mo'yka qilib, toza qilib, ozoda qilib, Xudo xolasa hozir aeroportga kutib olgani ketganman. Xudo xolasa borib kutib olib nimaga olib boramiz inshaalloh. Filadelfiyaga ketadilar. Amerikadagi Mo'ykalarda ishlaydigan bolalar artib mashinani tozalab, ozoda qilib, balonlarni qoraytirib, shu Mo'ykasi ichi saloni hammasi bo'lib $18 50 sentga tushar ekan. Endi hamma joyda har xil. Nyu-Yorkda sal qimmatroq. Buni ichini tozalab, hozir quritib, Carwash Exit bu yoqda, oil change bor ekan bu yerda. Ustaxonalar ham bor ekan bu yerda. Terminal. Hozir mana qadrdonlar, mana aeroportga JFKga keldim. Xudo xolasa mana mehmonimiz Xudo xolasa Soyibjon aka hozir yo'l kelib bo'lgan bo'lish kerak. Registratsiyadan o'tganmi, o'tmaganmi bilmayman, lekin bir borib ko'ray, balkim kelib qolgandir deb ketyapman. Hozir oz qoldi. JFK aeroportidamiz. Xudo xolasa 4-terminalga qo'nadi. Aeroportdamiz. Xudo xolasa mana Soyibjon aka kelyaptilar, mana bolalari bilan o'ynaydi. Hozir kelsalar yana suhbat davom ettiramiz. Xudo xolasa mana aeroportdamiz. Turibmiz. Mana Soyibjon akamiz ham kelyapti. Assalomu alaykum. Orbinglar endi. Kimsizlar mehmonlar? Kelamiz kelgan o'g'illari mana so'mkani qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7. Mana shuncha so'mkani qorish kerak edi mashinaga. Xudo xolasa Soyibjon aka, boyliklar bilan kelibsiz-da endi aka. Hali. Xudo xolasa endi ko'paytiramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, mana Soyibjon akamiz keldilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Soyibjon aka? Charchamasdan. Charchamasdan. Bo'lyaptimi aka? Mana kelib oldik, Xudo xolasa ko'rishib, Soyibjon aka bilan gaplashib ketyapmiz. Xudo xolasa endi qalay bo'ldi aka kelishlar? Xudoga shukr, yaxshi, qiynalmadik. Bittasi Ramoy reysda keldik, ungacha qiyinchilik bo'lmadi. Xudoga shukr, maza qilib keldik. Hali bo'lib amali yosh bolasi bor joy, yosh bola qo'yadigan bor joyda oldi keyin joyda. Oluvguncha unaqa qiyinchilik bo'lmadi. Keyin bu bizni baribir O'zbekiston aeroreyslarida qarov ham yaxshi ekan. Qarov yaxshi ekan. Qarov zo'r ekan. Yemoq ichmog'i ham, keyin bu yerda beradigan narsalar ham yaxshi. Hali qiynalmay maza qilib kelasiz ekan, zo'r. Maza qilib. Yaxshi aka. Yaxshi ketdi. Endi yangi hayotni bitta boshlaymiz-da, to'g'rimi aka? Xudo xolasa endi shu yerda yangi yana noldan boshlaymiz deb kelyapmiz-da endi Xudo xolasa. Xudo xolasa yana noldan boshlaymiz Xudo xolasa. Qalay endi Amerika deganlar, yaxshimi? Endi bilamiz mana hozir qanaqa ko'prik endi bu? Hozir bu Verizon ko'prigi. Mana shu ko'prikdan hozir New Jersey, Staten Island, New Jerseyga o'tib ketamiz Xudo xolasa. Yangi Amerika hayotiylar boshlanadi. Amerika hayot boshlanadi. Xudo xolasa. Shu bilan mana o'tsa Amerika hayot boshlanar ekan. Mashinadan o'tganlar baxtli bo'ladi deydi. Albatta. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Sizga ham rahmat, mana chiqishimizga tayyor kelib kutib oldingiz.
Bitta xursand bo'ldik, uni qovurganchiliklar bo'lmadi. Ha. Jaliga qiynalmadik. Rahmat sizga ham katta. Alloh rozi bo'lsin. Bunga yordam berayotgan hammanglarga katta rahmat, xursand bo'ldik. Amerikadagi o'zbeklar degan Abdug'ofur akani Xudo xolasa guruhlarda videolar qo'yiladi. Inshaalloh YouTube'larga ham chiqadi. Xudo xolasa. Hammaga shu odam yo'lida bersa mana yutib olib, green cardni yutib kelishdi inshaalloh. Oilaviy kelishdi. Hamma masjidda hozir Xudo xolasa mana biz ham yo'l davom ettirib Filadelfiyaga yo'l endi. Filadelfiyaga joylashib, akamizni kvartirasiga joylab qaytamiz Nyu-Yorkka. Assalomu alaykum. Mana Amerikadagi o'zbeklar, Xudo xolasa mana akamiz bilan Filadelfiyaga yetib keldik. Qalay aka endi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Akalar, sizlar Amerikadagi o'zbeklar kanali a'zolari. Yaxshi yetib keldingizmi aka? Rahmat, Xudoga shukr, maza qilib. Yo'l azobi ko'rasiz deydi. Eplab kelib oldik, Xudo xolasa. Xudoga shukr, mana rahmat sizga ham mana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana maza qilib gaplashib keldik. Mana Rahmat. Abdug'ofur aka mana videoda oldik, mana Xudo xolasa mana aka sumkalarda qarang aka mana. Ana shu mashina sumka bilan to'lgan aka mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalasga ham bor deyapti. Kalasga ham bor yetmagan deyapti. Mana aka keldi aka.